Mahalla bugun bu tushunchaning mazmun mohiyati odamlar ongida tubdan o'zgardi. Davlatimiz rahbari tomonidan yaratib berilgan tizim orqali birinchidan mahallaning o'rni va mavqei yangi darajaga ko'tarildi. Ikkinchidan yana bir muhim jihat odamlar mavjud masalalarni o'zlari yashaydigan hududdan chiqmasdan turib hal qila olish imkoniyati yaratildi. 7lik tizimi o'zini to'liq oqladi, lekin hayot doim takomillashib borishni talab etadi. Prezidentimiz endi mahallada bankirlar va yordamchi agentlar faoliyatini yo'lga qo'yish tashabbusini bildirdi. Bu borada berilgan topshiriqlar ijrosini o'z vaqtida va sifatli ta'minlash maqsadida Asaka Bank tomonidan o'ziga biriktirilgan mahallalarda mahalla bankirlari va yordamchi agentlar faoliyati yo'lga qo'yildi. Natijalar esa hozirdanoq ko'rina boshlagan. Mavzuni Namangan viloyati Pop tumani misolida davom ettiramiz. Tumandagi 77 ta mahalla fuqarolar yig'inlariga jami 28 ta mahalla bankiri va 77 ta yordamchi agentliklari biriktirilgan. Mahalla bankirlari tomonidan 2025-yil yanvar-mart oylari davomida kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash va aholini tadbirkorlikka jalb qilish uchun jami 36 milliard 401 million so'm kreditlar ajratildi. Mahallalarda jami qiymati 45,4 milliard so'm bo'lgan 889 ta mikro loyiha amalga oshirilib, 1886 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Amalga oshirilgan ishlar natijasida jami 5810 nafar, shundan 1710 nafar aholi doimiy ishga joylashtirilib, 4100 nafar aholi tadbirkorlikka jalb qilindi. Yil yakuniga qadar kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash orqali barcha manbalar hisobidan 590,7 milliard so'm kredit mablag'lari ajratilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, mahallalarda jami 3080 ta mikro loyiha amalga oshirish orqali 6160 nafar aholi bandligi ta'minlandi. Tumanda 6224 nafar aholini doimiy ishlarga joylashtirish va 9847 nafar aholini tadbirkorlikka jalb qilish ustuvor vazifa etib belgilab olingan. Bundan tashqari 770 ta xonadonlarga daromad keltiruvchi loyiha paketlari yetkazib beriladi. Hamroh tadbirkor ayollarni qo'llab-quvvatlash dasturi doirasida 1,4 milliard so'm miqdorida kredit mablag'lari ajratish orqali 235 nafar ayollar bandligi ta'minlanadi. Namangan viloyati Pop tumanida Ipak yo'li hamda Paxtakor mahallalarida mahalla bankiri vazifasida o'z faoliyatini boshladim. Menga biriktirilgan Paxtakor mahallasida 633 ta xonadonlarda 675 ta oilalar mavjud bo'lib, jami aholi 2048 nafardan tashkil etadi. Joriy yil mobaynida Paxtakor mahallasida tadbirkorlik qilish istagi mavjud yoki tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan 110 nafar aholiga 2,5 milliard so'm kredit ajratish 40 ta mikro loyihalar amalga oshirish orqali 55 nafar aholi bandligini ta'minlashni vazifa qilib olganman. Bugungi kunga qadar barcha manbalar hisobidan aholiga 850 million so'm kreditlar ajratish orqali 20 nafar aholi bandligi ta'minlandi. 10 ta mikro loyihalar amalga oshirish orqali 24 nafar yangi ish o'rinlari yaratildi. 18 nafar aholi doimiy ishlarga joylashtirildi. Hamda 10 nafar aholining o'zini o'zi band qilishi orqali daromadlari oshirilishiga erishildi. Abdulla Qahhor va Iftixor mafiyalarga biriktirilgan mahalla bankir vazifasida ishlab kelmoqdaman. Iftixor mahallasida 574 ta xonadon, 2395 nafar jami aholi, 18 nafar ishsizlar bo'lib, bizlar hozirgi kunda ular bilan amaliy ishlarni boshlab yuborganmiz. Mening asosiy vazifam ushbu mahallada yashovchi ishsiz bo'lgan fuqarolarni bandligini ta'minlash, ularni keng tadbirkorlikka jalb qilish, ularni g'oyalarni loyihalarga aylantirishdan iborat. Ezgu niyat bilan aniq reja asosida olib borilgan ishlar esa albatta o'z natijasini beradi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan ilgari surilayotgan va mamlakatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan inson qadrini ulug'lashdek ezgu g'oya mahalla bankirlari faoliyatida ham o'z aksini topmoqda. Eng muhimi, yurtimizdagi ishbilarmonlar soni ortyapti. Odamlar yuqori daromadli ishga ega bo'lib, dasturxoniga to'kinlik kirib boryapti. 4 yildan beri chevarchilik faoliyati bilan shug'ullanaman. Mahallamiz bankiri Asaka Bankdan shu kredit olishimni tavsiya qildilar va 15 million kredit oldik, 2 ta mashina oldik, 2 ta ish o'rni yaratdik. Uning natijasida biz chevarchilik bilan cheklanib qolmasdan yanada kengaytirdik. Chunki bitta bolalar ko'p, aholi soni ko'p. Chevarxonamizni ham, magazinlarimizni ham bundan-da kattaroq qilib kengaytirish niyatimiz kelajakda bor. Bular hali amalga oshirilayotgan ishlarning debochasi xolos. Asaka Bank davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan xayrli tashabbuslarga kamarbasta bo'lish, berilgan topshiriqlarni hayotga tatbiq qilish maqsadida mahalla bankirlari orqali yana ko'plab xayrli ishlarni amalga oshirishni niyat qilgan.